Bugundan boshlab mashsani uying. Hazillashyapsizmi amaki? Bizani davrimizda kayf qilib yashayman deb o'ylamading. Bu yog'iga mashta mehnat qilib, o'zingni peshini teringga pul topasan. Men hozir tushunmayapman. Nimaga menga bunaqa gaplar gapirasiz, chaqirib olib? Tushuntirib berish kerakmi senga? Yosh bola deb o'ylayapsanmi? Bilaman qanaqa bo'qib yurganingni. Chiqarma bundoq hamma narsani. Chiqardim men senga. Sizlarsiz ham kunim o'tadi. O'sha bergan pulingiz, mana o'sha mashinangiz, Telefonni ham ol bu yoqqa. telefon ham sizga. Bo'ldimi? Allo, Bobur aka. Kelyapsizmi? Hozir hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasan? Shu narsa kerak emas edi-da. O'zim ham eb olayman hammasini. Shart emas. Kerak emas sizlarning mol dunyoga. Bu yoqqa men bundoq. Hammasini o'zim qilaman. Bu yoqqa dedim men senga. Bundan boshlab mashsani uying. O'zingni peshini teringga pul topasan. Hammasini o'zim qilaman. Endi xo'jayin, bola hali yoshda. Ularga qarab turmasa bo'lmaydi. Sam, bir haftadan beri yo'san, tinchlikmi, nima bo'ldi? Amakim hamma narsani bilib qoldilar. Nimani bilib qoldilar, o'rtoq? Shu kayf qilib yurishimizni. Qizlarni. Yo'q-e. Menga qara, prostoy telefoning bormi sani? Yo'q, o'rtoq, telefonim umuman. Ha, yo'q-e. Yurishing ham bichlariga o'xshab qopti, o'rtoq. Tushunmadim, nima deding? Qani, kar qilib yurganlaring, telefoning, mashining. Amaking bilib qoldilar-da, to'g'rimi? Olib qo'ydilarmi hamma narsangni, erkatoy? O menga qara. Shu pulga sen ham kayf qilgansan. Nima sen tuzunib, tuzlig'iga tupuradigan bo'lamsan shunaqa? Kayf qilgan bo'lsam, o'sha paytda kayf qilganman. U paytlar o'tdi